Yo, WhatsApp bo'lamdachilar, sizlar bilan men Velex. O'rtoqlar, bugungi videomizda Raft, ya'ni bugungi hozirgi to'g'rig'i trenddagi o'yinni kayf qilib o'ynashga harakat qilamiz. Bugun bizlar bilan Joha o'zi muhkam o'ynaydi. Yo, WhatsApp bro, obunachilar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun mana shu o'yinni mazza qilib o'ynashga harakat qilamiz. Ana unda bo'lsa obuna bo'linglar, like'la qo'yinglar. Unda biz boshladik. Ha. Subscribe, Hop, akalar, bu vashcha zo'r o'yin. Men anchadan beri qidiryotgandim. Mana xudo xolasa endi topdim. Hop, akalar endi xudo xolasa bugun akulani o'ldirib, akula go'shtini osh qilib beraman deyapman Jo'xaga. What? Akula go'shtini osh qilib beraman. What the? Akula go'shtini osh qilib beraman. Okay, let's go. Haqiqat yo'q bu dunyoda, yo'q. Yo'q, men davrimda yashasin maza qilib. Hop, unda sekin boshlayveramiz. O'yin qoidasi oddiy. Suvda yashab qolish kerak. Bu orollarga boramiz, shunaqa narsalar. Mazza qilib o'ynaydigan o'yin. Agar video yoqsa, men shu o'yinni obunachilarim bilan o'ynayman. Yozasizlar, videoga qo'shilasizlar, keyin mazza qilib stream yoqib olamizmi bilmayman. Mazza qilib o'ynaymiz hammamiz. Shunaqa gaplar. Jo'xa, ovozing chiqmay qoldi, cho'ti ozgina gapirib turgan, o'lib qoldingmi deb o'ylayapman. Yo, bu oshimiz-ku akula go'shtidan qanaqa bo'lish? Shunday. Akula go'shtidan qilib bermasangiz, men xafa bo'laman. Keyin videolaringizga vashi kelmaydi. Shundoq ham endi birinchi martaga olsa, unchalik vahima qilib tashamayman. Kanalingizda kelganman-ku, endi bilib. Ha. Akalar, keyin men eski kanalim ban edi. Bedrock Uz Game deb qidirsanglar chiqadi. 400 nechtadir podpishkim bor. 500 bo'lib ketgan yaqinda qaradi. O'sha akkauntim ban edi 1 yil oldin. Keyin shu bilan Akulani tutmaydi qamoq. yo'q, uni o'ldirsa bo'ladi degan. Nimada yasing? Tiqib oladigan-da. Men oldim. Qani? Hozir bitta yashikka itarib o'tdingmi o'zingga? Endi ovatdim. Akalar, короче, o'sha kanalim normalniy anu yig'ilib shu ban yeb ketdi. Bitta PUBG oxirgi marta 1 yil oldin qo'yilgan video uchun. O'shanga 1 yil bo'ldi. O'sha akkauntim ban yeganga. Bitta pastga qarang, hozir qarorga do'ringiz tiqib olish mumkin. Unday qilma. Voy, yo'q-ey. Sekin tiqib olaymi, uchiga qarang. Ban beradi YouTube. Unday so'zlarni gapirmaymiz. Kodni qisamiz. Hatta deski, YouTube nega ma'lum podpishka beradi? Shu g'alatida. Bilmadim. Javonchalik YouTube platformasiga bilmayman. Qaranglar, obuna. Yes. Yangi narsalar ochildi. Men YouTuber bo'laman desanglar, ishonmanglar. Serverni knopkani bermas ekan. Nega? Bitta YouTuber o'zining kanalida, bilmayman, bitta anglichami, rusmi shunaqa, o'zining kanalida. Menga 10 million podpishka keldi, YouTube bermadi menga knopka dedi. Keyin borib zavod qildi. Sen o'zingga rost ekan podpishka qilgansan. O'rtoqlaring o'zi aytib chiqqansan, shuning uchun podpishka qo'yib, biz senga beramiz deydi. Lekin podpishka rost ekan bo'lgan. Короче, bu meni hozir anonimni nima edi? Voy, bilay. Tilim sepidan chiqib ketib qoldi. Короче, akalar, bu temalarni uzoqqa qo'yamiz deb o'yindan kayf qilib dam olamiz. Bu o'yinda maza qilib o'ynash kerak. Unaqa cerebro qilib kerak emasda. Ko'tni qisib o'ynash kerak bu o'yinni. Bu eng zo'r o'yin men uchun. Men uchun? Meniki. Men oldim. Akalar, voy. Akalar, men 21 ta arqon oldim. Ko'ryapsizlar. Ular endi yerni kattalashtirishimiz kerak. Jo'xa, mana yer kattalashtirildi. Endi bemalol men bularga tualet qurib olib yotsam bo'ladi. Men tualetda. Akalar, biz bilasizlar Minecraft kanalimiz bor. Boya Jo'xa bilan o'zimizcha videomizdan nima edi? Просто так parkour qurdikda.
O'shandan o'tayotdi. Jo'xa uy yasaddi. Komfort tualet qurdi. Ana ichida divanlari, televizorlari, udar dushlari bor. Ishoninglar, tualet tilladan. Chichsanglar tilla chichasizlar, ko'ryapsizlarmi? Bu katta intilishdi, maqsad. Dunyoga qarashni o'zgartiradigan maqsad. Bu puli ko'tiga sig'may ketayotganligi uchun tualetda ham oltinlik qora qoldi. Endi nima qilasizlar endi? Akalar, ikkinchi kanalimizni bilasizlar, Velex Miss Serials. O'sha kanalga yaqinda video qo'yamiz endi, xudo xolasa. Jo'xa bilan rejalashtiryapmiz. Agar Jo'xa bo'lmasa, Simon taniysizlar. Yo'q, tanimaysizlar. Короче, o'sha Simon degan birachka bilan o'sha kanalim, Hay hozir akula kelib, bizni oshib ko'rmasin. Короче, men osh bo'lmayman. Akula osh bo'lishi mumkin, lekin men osh bo'lmayman. Akulam prям orqasiga cho'pimni tiqib olaman. Yo'q, akalar cho'p deganda men bu cho'pni aytdim. Mana bu spare degan cho'pni. Sizlar noto'g'ri tushunmanglar U endi. endi tishda tishiga tiqib oladi. Ha. Cho'p deganimga u g'alati tushunadiganlar ham bor-da endi, hammaylar. Kattalar ko'rayotgan o'zi cho'maladi. Yo'q, kattalar ko'rmaydi, xudo xolasa. Oila davrasida ko'radigan video olish kerak, brat. Короче, oila bilan o'tirayotganinglarda bile anime ko'rib o'tirsanglar, qiz bola animelar cho'ta deb baqirib qolsa, oiladan eshitadiganlarni eshitasizlarda. Boshdan bo'lgan voqea. Yes sir, dedi. Keyin oq joy. Ozgina ko'zinglarni ochib yumsanglar, bashariylarga kal tushib yotgan bo'lasiz. Ana. Bu haqiqiy hayotda bo'lgan narsa emas. Buni YouTube'da ko'rib qolganman. Akula kelyapti. Do'stlar. Mana. Yo'q albatta. Mana akalar ancha ana molimiz ancha semirib qolgan. Shunda oshga yog'liqqina bo'lib turibdi, prям ozginadan keyin suv yuboramiz. Yo'q, yeb qo'yadi. Siraz emas, ozgina aylanib yurgandan keyin san ko'radi. Primoy orqangni uzib oladi. Yusuf bo'ladi. Yes sir. Bitta tishlaganida o'lamanmi? Yo'q. Adashmasam 5-6 marta tishlagandan keyin o'lasan. Akula hujum qilyapti. Sangamidi? Men orolchamizga hujum qilyaptim deb o'yladim. Akalar, bu videoni o'sha Simon bilan oluvdik. Ovozim baland qilib qo'yinman-da. Yusuf bo'lyapti. Shu to'g'rilab bo'lmadi, openi dedim. Keyin Xudoga soldim deb boshqa video olamiz endi mana. Jo'xa bilan. Simon chunki trenirovkasi bormi, o'shanga ketib qoldi. Bu video olish uchun trenirovka bor-ku. Shudi. Qanday kunlarni ko'rdik biz? Shudi, YouTube ko'proq ishlaysiz. Cho'ta menda bug bo'ldi-yu, akalar. Ha, mana joyiga tushdi, akalar. Akalar aytib qo'ydik. Bu videoni ko'rganlar короче, ko'rib videoga like bosmasdan, obuna bo'lmasdan ko'radiganlarning soni vashcha ko'paygan. Bunaqa bo'lmaydi. Endi biz shuncha harakat qilyapmiz sizlar uchun, shuncha narsalar qilib tashlayapmiz. Bu Mana o'yinni mazza qilib o'ynashga harakat qilamiz. Biling. Endi kommentga yozing. Men yaxshimanmi yo? Sayman yaxshi. Bak, rost ayting. Obunachilar hozir to'rtimizga zaprashение bo'ldi. Akula kelib biz tashadi. Shuning uchun biz klubimizni to'g'rilaymiz. Opa akalar, короче, mashina arqonga aylantiramiz-da. Yaxshi. Orolni kattalashtiramiz. Nayz ochildi. Endi akulani o'ldirsak bo'ladi. Endi osh qilamiz akalar. Menda yo'q. Tutadigan qarmoqcha qolmadimi? Yesi? Qanday? Men arqon senga. Undoq qilamiz-da akalar. Odam baribir yaxshilik qilib turish kerak. U yaxshilik qilmagan odam u odam emas. Qanday yasaydi? Ha? Qanday yasaydi? O'shda o'zi bunaqa joyga kirsang, mana bunaqa joyga kirsang o'zi ana qarmoq, ashqal-tashqallarni chiqasib qo'ygan, o'shdan yasurasan. Endi qaysi temada to'xtadik? Короче, esimdan chiqib qoldi. Boshqa temaga o'tamiz. O'yin haqida обязательный javobinglarni kommentda kutamiz akalar. Addushi. Keyin montaj qilaymi, qilmaymi deb obdon o'ylanib qolaman. Shuni sizlardan so'raymiz akalar. Montaj qilaymi yoki bez montaj yaxshimi?
Shuni обязательно kommentga yozinglar. O'yin и o'sha montaj yozsanglar, biza hamma kommentini o'qib, serchga bosib chiqamiz. O shunaqa gaplar. Akalar o'zingizlardan so'rasangiz, nima bo'lyapti? Cho, где, как, почему, когда olamda qanaqa ishlar bo'lyapti? Shuni обязательно yozib qo'yasizlar. Biz endi shu bitta joyda qamalib o'tirganimizdan keyin hech narsa bilmaymiz, hech narsa qila olmaymiz. Nima qilishimiz kerak endi boshqa? Ko'tni qisib uyda o'tiramiz deydi. To'xtanglar. Nimadir neto ketdi borib. Men bilan yasamanman. Ko'ryapsizlarmi akalar? Jam. Ko'ryapsizlarmi akalar, shu miyamga urib qolmasa, miyamga urib qolmasa nima bo'lardi? Dunyo ikkiga bo'linib ketardi. Odamlar suvsizlikdan o'lardi. Ana. Bo'ldi. Endi anaqa bilan manaqa yasab qo'yamiz. Jo'qa, balig'ing bormi? Balig'im nol. Ne tutmadingmi? Chiqolmisan, ha? Voy, akalar ko'ryapsizlar, dengizdan chelakda suv olib sariq baliq tutib qo'ydim. Wow. Obunachilar aytinglar, Simon bilan video chiqdimi? Yo'q, u ovozim neto bo'lib qopti. Akalar, men qaranglar, sariq baliq tutib oldim. Mana. Hozir mashinadan osh qilamiz, akula go'shiga aralashtirib yedirveraman. Obunachilar aytinglar, Simonning video chiqqanidan keyin mana shu Simonning videosida kommentariyasida aytib qolinglar. Akalar hazillashyapti. Simon bilan olgan videomiz chiqmaydi kanalga. Chunki unda o'yinning ovozini slishkim baland qo'yganligim uchun video buzilibdi. Akalar shuning uchun endi nima deymiz endi? Boriga shukr, yo'g'iga sabr deb o'tiraveramiz. Mana shularni ovozim nafsim qursin. Hozir akula tishlab ketsa nima bo'lardi? Ishlab ketdi. Kelyapti. Ha, birashga qaraysan. Ko'ryapsizlarmi akalar, akula mendan qo'rqadi. Jo'qa, suvga tush. Nega? Akulani uvlaymiz. Obunachilarga akula go'shti osh qilib beraman deb va'da berib qo'yganman. Qani akula o'zi? Pastga tush. Billa qo'rqyapman, nima qil? Joning kam qolgan. To'xta. Bu yoqqa kel, men tarafga. Chiqmaman. Jo'qa, Akula mana shu taku. qara, suvga tushamamti, jim turasan. Joning qolmaganda riski mamtga. Mana mamyoga. Men turgan joy bo'laveradi. Masjidga tura qol, mana men aytgan joyga bu yoqqa. Bu yoq tezroq kelgan, Jo'qa, nima qilyapsan, ha? Bo'ldi. Masjidda tur, suvda tur. Men ustingga chiqib olaman. Qichqatga chiqib ketmaganmi? Kelyapti. Chiqib ketma. 3-chi tishlashida chiqib ketasan. 1 2 3 2 marta urdim. Kutilmagan hollarda reklama ko'rib yuborish ziyon qilmaydi. Akalar, Jo'qa o'ldi. Endi reklama ko'rib tirilyapti. O'zi inventar bilan tiriladi. do'stim. Hop, akalar, men qornim och ekan, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Mana shularni ichib yeyveraman. Undoq qolaman deb. Undoq qilib. Qansan qula, meni o'ldirdingmi? Mayza bering menga. Hozir tushib og'ziga tiqib qo'yaman mana shu nayzani. Men ovqat yevodik. Bolta ochildi. Bering nayzani. Hos. Yo'q, bilyapti. Undoq qilaylik-da. Ovqat boshqa yo'q-a? Meni ham qornim och. Menga qoldirmabsiz hali. Qatta qorning och, saniki fulku hozir o'lib tirilyapti. Bering nayzani. Men qo'ymayman buni. Kechgacha uxlayotganingizda ham nayza berdim. Unday qilma bo'tam, unday qilma. Siz nima ekan? Relax. Relaxmi? Akalar, qaranglar, hozir chilida suv olib baliq tutib beraman. Bering qo'l kelyapti. Bering nayzani rostdan. Hozir baliq tutib beryapti obunachilarga. Davay tutingchi. Cho'ta hozir o'xshamayapti bu. Hammada bo'ladigan, короче, o'xshamas ekan. O'sha payt men prosta omadim kelib qopti.
Endi nima qilamiz de? Bundoq qilamiz, darshi narsalarni yug'uramiz de. Jo'xa, tush suvga. Siz tushunchi endi. Sen o'ldira olmaysan. Tush. O'lsang reklama ko'rib tirilsang bo'ladi. O'zing bos. Qo'rqma. Qani akula? Voy. Qani? Qattiq yubormayaptim. Voy, mana tegdi ekan. Qani reklama nimada ko'rishgan? Ha, o'sha yashil libos. Yashil libosni ko'rasan. Tegdi ekan-ku. Endi men o'ldiraman, siz tushing. Men video mana. Obunachilarga ham narsa qiziq, to'g'rimi obunachilar? Ashqani. Shunaqa deyaptilar. Hozir men suvga tushirib, o'zini akasini akulaga yem qildirib yuboradi. Manikilar? Ha, endi ko'rasizlar, mana shu brataninglar endi mana shunaqada. hech qanaqa akalar. Voy. Endi shu texnik nosozlik akalar. Nima deb qo'yamiz? Oho deb qo'yamiz, darsga turamiz. Predat qilsa ham, lekin narsalarni yasashi Supermanda bilan 17 tarqo. eng kuchli Nima deyapsan? Jim tur. Tesla mobil shahzod qilgan kim edi? Hech kim. Olmaydi u. Olmas. Mashina olamiz. Jo'xa tezroq chiq. Suv kelyapti. Ana akula kelyapti. Короче, amtlarga Keling, chaqirdim. Xos. Bundoq olamizda. Yana bitta joyga yotar ekan. Amtga Keling, nazarni tushib o'ldiraman. to'xta. Qattiq tishlamoqchi. To'xta, tushma. Chiq. Og'zingga anuni tiqib olaman. Iblis. Yo'q. Bo'ladi akalar, ishoninglar menga. Jo'xa suvga tush. Tushdim. Tush. Men ustingdaman. Jim. Ani o'qima. Chiqib ketma. O'ldi. Akalar, akulani o'ldirdim. Osh qilamiz. Yes! Akalar qaranglar mana bu kallan qaranglar akalar, просто sizlar mana bu kallan qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Sharqiyat deb yozib qo'ygan. Mana bu go'sht qaranglar, sharqmiyat deb yozib qo'ygan. Ana, endi osh qilamiz akalar. Ana osh qilamiz dedimmi? Osh qilamiz ana. Mana Keladimi yana akulalar? keladi ozginadan keyin. Hozir bemalol suvda chayinib, ozgina sassiq joylarni yuvib tashlashim bo'ladi. Bundoq qilamiz-da akalar. Men bilayotgan bo'lsanglar, hali umuman o'lganim yo'q. Jo'xa 3-chi, 4-chi marta o'layotibdi, men umuman o'lmadim, ko'ryapsizlar. Buni ham inobatga olib, like bosib qo'yasizlar. Mana xudo xolasa osh pishyapti. Velaksaga bu oshingizni qanaqa osh desanglar, mumkin bu akula go'shtidan tayyorlangan osh, ko'ryapsizlar. Faqat guruch o'rniga go'shtlaring o'rniga akulani so'ysa, guruchning o'rniga akula go'shti bo'ladi. Ana. Bu 2030-yillarda paydo bo'ladigan osh. Hozirgi oshlarimiz ham normalniy achchiq oshlar ketadi. PUBG o'ynasa bu o'yinda PUBGga o'xshab yursa bo'ladi. Akalar, men PUBG o'ynamayman. Ha. O'sha damlar PUBG o'ynayotgan damlarim. Akalar shu yo'q, unchalik emas. Akalar shuncha donatlarim ketganda mana shuncha. Lekin hozir yaxshi tarafi vaqtimni u PUBG ga sarflamayman. PUBG rosa ko'p ani olib qo'yadi. Akalar, hozir sizlarga akula go'shtidan tayyorlangan oshni asmir qilib beraman. Undoq qilamiz-da. Ana! Menga qani? Akalar, Menga qilib bermoqchisiz. Jo'xa yig'layapti, shuning uchun bundoq qilamiz-da. Undoq qilamiz. Menga qani? Mana tayyor bo'ldi. Kim oyisini ena desa o'sha like qo'ysin. Men oyijon deyman. Sizlarchi, enami? Akalar, ko'ryapsizlar, udar ketyapti. Hamma narsa mana akula go'shtidan osh ketyapti, xudo xolasa.
Endi mana bunga suv to'ldiramiz deb bitta baliq olib olishimiz mumkin. Hop, omad kelmadi. Qachon pishadi bu osh go'sht? 30 sekunddan keyin ko'rasizlar akalar. Zamonaviylik shu yerdan ham ma'lumda tez pishadigan osh, 1 minutda pishadigan osh qatdan ko'rgansizlar? Hech qayerda ko'rmagansizlar. Mana bizada endi birinchi marta ko'ryapsizlar. Mana shu yerga eshik qo'yib, eshikni yopib yuborsangiz zo'r bo'lardi-da. Qo'yamizmi eshik? Yo'q, eshik hali ochilmaganda. Bu ochilmasa hech narsa bo'lmaydi. Endi obunachilar ko'ryapsizlar. Akalar, Oshimiz tayyor. yo'q, salgina tayyor emas hali. Hop, Jo, ana, ol jo'qi. oldim. Olinmagani mana turibdi. Qani? Mana, Qani? mana turibdi. Oldim, qozonda yo'q bu yerda. Inventaringni qarachi. To'xta, avvaliylik. Inventaringni qarang, jo'g'i bo'lish kerak обязательно. Men yeb qo'ydim. Yo'q, manni. Ha, yo'q, mana inventarimda ekan. Mana senga tashib beraman. Qanisan? Mana mana. Ye. Qanisan? Mana ekansan. Tush pastga. Mana akula go'shtidan tayyorlangan osh mana. Akalar nima qilyapti? Yedim. Akalar! Nima bu? Jiddiy suzib boramiz. Yo'q. Tushma. Nega? Akalar, keyingi videoda mana shu uyga chiqamiz. Keyingi video. O'lasan. Yo'q, akalar. Chiq bu yoqqa. Akalar, bundan katta uy keyingi videolarda ko'rasizlar. Короче, keyingi video 15 ta dona like-dan keyin. Bu umuman qiyin emas. Ishoninglar akalar, shunda bosib tashlasizlar, chiki easy crazy bo'lib ketadi. Короче, xayr salomat bo'linglar, sizlar bilan men Velex bo'ldim. Yonimda Jo'xa. Jo'xa xayrlashib. Hammaga xayr do'stlar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu videoda 20 ta yoki 25 ta like qo'yinglar. Keyingi videoda agar 25 ta like yig'sanglar, mana shu uyga kirib ko'ramiz. Akalar. Bo'lsa, Suzib ketyapti-yu, Velexga. Sizlar buni to'xtatamiz akalar, qo'rqmanglar sizlar. Oz qarmoqni to'xtatib, meniki boylab qo'yaman u narsani. Langar degan narsa bor. O'shani qotirib qo'yamiz. Короче, akalar, vasha xavotir qilmanglar, bundan katta uy keyingi qismlarda bo'ladi. Xayr salomat bo'linglar. O'sha aytganimdek, like, comment, podpisatsiya bo'lish umuman esingizdan chiqmasin. Ana tugatayotganimizda yangi narsalar ochildi. O'shalarni bitta obzor qilib keyin ketamiz. Devor ochilibdi akalar, ko'ryapsizlar, oynali devor. Uncha ko'p narsa ochilmabdi o'zi. Короче de, akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Xayr.